Hozirgi kunda parda qo'yilmayapti ichki tomoniga. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta joyimizni chiroyli qilib o'rnatib bo'ldik. Bu yoq tomoni eshik kirish qismi gulli aynakdan qo'ydik. Hozir shuni hisobiga ikki tomoni ochiladi. Ikkinchi qanotlari ham yengil ochiladi, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kerakli paytda ochib, kerakli paytda yopib qo'ysangiz bo'ladi. Akfa alyumin bir qavat gulli aynak qo'yib berdik. İçki tomoni ayvon qismi ekan. Bu yoq tomoni o'rtada ustun bor ekan, chiroyli qilib, u ham aynaga bir qavat bo'ldi, alyuminda bo'ladigan bo'ldi. Chiroyli qilib o'rnatib berdik. Ko'proq rom qismiga parda qo'yiladi, shuning uchun bu tomonni oq qildik. Ham darvozadan kirish qismi ekan, chiroyli turadi. Shuni hisobga oq aynakda qildik. Bizni kuzatishda davom eting, maqsad baraga doim harakatda. Sog' bo'linglar.